Xo'p, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Haqiqatda baribir tarbiya usta ko'rgan odam baribir boshqa bo'lar ekanda. Nimaga aytmoqchiman? Xo'p, bundan bir oyga yaqin oldin biz bu yerda pollarni shlipovka qilib tayyorlab ketganmiz. Bizdan keyin hozir elektriklar kelib ishlayapti. Bu Toshkent emas, bu Shvetsiya, Stokgolmda. Endi hamma yerda bir xil ekanda baribir. Qog'oz ham yozishmagan. Tayyor bo'lgan zinani pachchag'ini chiqarishga. Birovning mehnatini qadrlashni bilish kerak. Haqiqatda ustoz ko'rgan odam baribir boshqa bo'lar ekanda. Endi Alloh alam, yana bilmadim. Pollar ahvoli pachchag'i chiqyapti. Bular pulini to'lab bo'lishgan, lekin bu yerda bechara uy egasi mana polni pachchag'ini chiqarishgan. Mayli, qani bitirsinchi, ko'ramiz. Uy egasi yana to'layli, biz yana kelib bitta podyorka qilib berishimizga to'g'ri keladi bu. Zinayu, polu hamma yog'ini. Mayli, Xudoyim hammaga insof bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.